Bu bilimlik ustozdan Uyg'ur yezig'ini o'rganisizlar. Salom aba qarab turibsizlar-ku. Salom. Qag'an ota. Uni o'rganib nim qilamiz. Salom be. Tata to'nga ustozga salom. Tata to'ngani shogirdlari bag'asir ko'payib ketibdi-ku. Qaraganda, men musulni ustoz tutsam bo'lar ekan. Qag'an ota. Ha, o'tiringlar. O'ylamabdiman, shigi qutuq enam ishni nayt salmoq bilan odil bijirdi ekan emasmi? Bunda qilishni onam o'rgatgan. Lekin yaxshi o'rganmay, u bu yerda qatirab yursang, jazolansang-jimi? Kim meni yaxshi o'rganmaydi deydi? Hurmatli qog'onim. Bir eg'iz lilla gap qilsam, bu shogirdlar orasida shigi qutuq bilan o'g'day, bak astoydi, ham bak o'tkirkan Uyg'ur yezig'ini ular o'rganib bo'ldi. Tata to'nga o'ylab kelayotganimga xili bo'ldi. Uyg'ur yezig'i asosida bir xil iliqi Qog'onimning demakchi bo'lganlari Uyg'ur yezig'i bilan Mo'ng'ul tilini shifoligi bo'ladigan yezig'ini ijod qilishqu deydi. To'g'ri. Shuni demoqchi edim. Mo'ng'ul xalligimi hozir nat cho'ng xalliq bo'lib qolgan tursa, o'zimizning yezig'i bo'lmasa qamlishamdi. Lashkari farmon yasoqlarni tushirish, qo'shni ellar bilan bo'lgan aloqa ishlarida ishorat ham yip tugunchaklash bilan ish oqtirg'ili bo'lmas. Qog'onim, maqsadlarini tushundim. Yaqindan beri men shu ishni o'ylayapman. Mo'ng'ullar hozirgi she'riy tilda ma'mur buyruq, lashkari farmon yasoqlarni tushirsa yoki aloqalasi bo'lmaydi. To'g'ri. Ulug' So'ng elining So'ng yezig'i, Oltin xalligining Jirjit yezig'i, Tang'utlarning Tang'ut yezig'i, hatto nurg'ilgan kichik ellarning yezig'i bor ekan. Biz ulug' Mo'ng'ul davlatini quramiz deydiganmiz, yezig'imiz bo'lmasa qandoq bo'ladi? Cho'qim o'z yezig'imizni ijod qilishimiz kerak. Tatatunga. Bu ishni hal qilib beralamdilar. Men hal qila olmayman. Yaraydilar. Rahmat sizlarga. Sizlar Mo'ng'ullarga olamshumul bir cho'ng ishni hal qilib beradigan bo'ldilar. Tez chiqsalar. Avval ular bilan sarkardilar. Ondan butun Mo'ng'ul bolalari o'rgansin. Bizning Jurjit, Xanzuladek bir tutash qo'llanadigan yezig'imiz bo'lsa, uning bilan yana to'hpillarimizni xotirlab, kitob qilib qoldiramiz tag'i. To'g'ri. Sizlar menga yana oltin tamig'i bilan qo'shni o'tkazishni ishlatadigan yo'lbos boshliq destak, ham muhofizachilar navbat almashgan ishlatadigan tamtak kutib bersizlar. Umuman, yelimdan bir qadammi neri ketmizlar. Bu ishlarga o'z